Qo'rchoq amaldor Sharq Turkistondagi diniy bostirishni kuchaytirishni ta'kidladi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta Xitoy tajovuzchilarining vatanimizdagi mayli bu bo'lsin va bundan boshqa butun qo'rchoq amaldorlarning hammasi yillardan buyon har doim ta'kidlab kelayotgan safsatalarni bu qatim atalmış Uyg'ur Abnumralik siyosiy kengashining raisi Nurlan Abilmajin qayta ta'kidlagan bo'ldi. Har doim biz anlab ko'nglimiz elishib kelayotgan iboralar hammasi. Bu Nurlan Abilmajin bir guruhini boshlab bu qatim Ürümçi, Şixanza, Qutubi, Sanji qatorliq shahar nahiylarga berib atalmış nimani qilyapti desa, dinni xitoychilashtirishni sistemalik olg'i siljitishni alohida tilga olgan. Ya acaba bu so'zlarni anglagan inson tahi xuddi hozirgi ahvol qanday bir vaziyatni har birimiz chet elda turib his qilyapmiz, xalqimiz iliklargacha his qilyapti bu narsani. Ashunda bir vaziyatda yana nomussizlarcha bu iboralarni ishlatalayapti. Ya bir inson bu ibodatxonalarda, jamilarda, masjidlarda emas, ko'chada bir-birisining o'zining do'stlariga assalomu alaykum deyolmaydigan darajada bir vaziyat turayotgan vatanning bu shaharlarga, yezlarga berib dinni xitoychilashtirishni sistemalik olg'i siljitish, bu iboralarni tilga olalishi, buni sizlarning naqadar qaysi darajada haddidan eshiyotganligini ochiq ko'rsatish kerak. Hem bundan keyingi bu diniy bostirish jinoyatininki izchil davomlashadiganligini aniq bir ishorat hamda bu. Albatta buni Xitoy tashviqot vositalarininki aloqador xabarlarda berildi bu xabarlar. Nurlan Abilmajin tekshirish jarayonida dinga e'tiqod qilgan ommani partiyaning gapini anglash, partiyadan minnatdor bo'lish, partiyaga ergishib minishga yetaklash, partiya va hukumat atrofiga mahkam uyushtirish qatorliq terror siyosati iboralarini qaytadan ta'kidlagan. Nurlan Abilmajin yana diniy zotlar va dinga e'tiqod qilgan ommaning atalmış 5ni qalbdan e'tirof qilishni uzluksiz kuchaytirish, dinning Xitoy an'anaviy madaniyatiga yo'g'irilishiga turtki bo'lish, din sohasidagilarning diniy aqida, diniy qoida, boshqarish tuzumi, qoida usul, urf odat, harakat qoidasi qatorliq jihatlarda Xitoycha alohidalikni namoyon qilish qatorliq iboralarni ishlatib bildirdi bu maxluq. Yani yuqorida so'zlangan hamma narsani amaliyotda qilib bo'lding yani. Ama to'xtamay buni izchil ta'kidlayotsan. Bashni qalbdan e'tirof qilish. Hiçbir xalqimiz asla sana setilganlardan boshqasi e'tirof qilmaydi va qilmay kelayotganligi uchun shuncha vala temir tapanning ostida ezilayotgan xalqimiz sana baş egmaganligi uchun shuning uchun eğritemmegenlik için bu ibarlarını tekrar qilishga majbur bo'lyapti aslida. Xitoy rejimi yuqorqi terror siyosiy iboralarini yillardan buyon albatta izchil ta'kidlab kelayotgan safsatalardan iborat qo'yiladi. Bularni har qatim shunda mayli bu olsun veya boshqa butun amaldorlari vatanimizning har qanday bir shahar yezlariga borsa o'xshash tahdid solgan shaklda xalqqa buni davomli holatda tilga elib mushuni ezib uchirishga tirishyapti. Bundan keyingi albatta bunga o'xshash ziyoratlarninki, bu iboralar so'zlarninki bu jinoyatning bostirishdan iborat. Yani Xitoyning bostirish, irqiy qirg'inchilik jinoyatining izchil davomlashadiganligini ko'rsatib beradigan bir so'zlar albatta bu. Ammo lekin ziyoratning eng diqqat tortgan nuqtasi bo'lsa bu qatim Nurlan Abilmajinning tekshirish jarayonida Budda ibodatxonalarini ziyorat qilib, shu ko'rinishdagidek atalmış bu so'zda, bu ziyoratda eng diqqat tortadigan jumla atalmış Budda dinining Xinjiangdagi tarixiga varislik qilishni ta'kidlashi eng diqqat tortadigan nuqta bu. Sen nimani samanning ostidan bu yerdan nimani ishorat qilmoqchisan bu yerda? Yani bu milletning islomdan iborat bir narsani amaliyotda ko'rinishdanmi yo'q qilib bo'lding bu yerda nomussizlarcha Budda dinining Xinjiangdagi tarixiga varislik qilib buni bir texnik kuchaytiramiz degan bir ishorat bir nimani bermoqchi bu Xitoy bu yerda. Yani Nurlan Abilmajinning tili bilan buningga degizda bu so'zlarni
Hakikaten bu necis komünistlarninki vatanimizda qandaq iflas planlarni qilayotganligini aniq ko'rib olaymiz bundan.